Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh, vallohu akbar, vallohu akbar, valillahil hamd. Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh, vallohu akbar, Allohu akbar, valillahil hamd. Aziz va muhtaram mo'min musulmon birodarlar, siz bilan biz hozirgi lahzalarda eng ulug' bir munosabat Eid al-Fitr munosabati bilan jamlanmoqdamiz. O'zimizning xalq tilida ro'za bayrami deb nomlangan bu bayram dinimizdagi ikki ulug' bayramning biri hisoblanadi. Bu bayram arab tilida avval ham aytib o'tganimizdek Eidul Fitr deb nomlanadi. Eid bayram degani, Fitr og'iz ochiqlik degani. Bir oy Ramazon oyining ro'zasini tutib, bu ibodatni oxiriga yetkazib, tugatgandan so'ng og'zi ochiqlikka chiqish munosabati bilan qilinadigan bu bayramni Eidul Fitr deb atalgan. Albatta, ro'za ibodati ulug' ibodat. Bu ibodatga salomat yetib kelib, uni o'z vaqtida ado etib, oxiriga yetkazish buyuk baxt hisoblanadi. Shuning uchun ham bu ibodatni yaxshilik bilan oxirigacha puxta ado etganlikni nihoyasiga yetganligi bayram qilinadi. Ro'za bayrami, Fitr bayrami ulug' munosabat bo'lishi bilan birga mana shu bayramni kirgan payti, ya'ni bugungi kunni tomgi otishi bilan siz bilan biz mo'min musulmonlarga sadaqai fitr ham vojib bo'ldi. Bu sadaqani avvaldan berib kelish mumkin bo'lsa ham, lekin vojib bo'lishlik hukmi mana shu kunni tong otishidan kirdi. Siz bilan biz barchamiz ro'zani avvaldan bergan bo'lsak, bu ibodatni ado etgan bo'lamiz. Agar avvaldan bermagan kishilar bo'lsa, hozirdan boshlab hayit namozi o'qilguncha bo'lgan muddat ichida ana o'sha sadaqai fitrni ado etishlari, berib qo'yishlari vojibdir. Buni esdan chiqarmaslik kerak. Bu bayram avval aytib o'tganimizdek ikkita ulug' bayramimizdan biri hisoblanadi. Albatta, bu bayramda kengchilik, xursandchilik, mehr-muruvvat ko'rsatish, kishilarga yaxshilik qilish va boshqa ko'pgina ishlarni ado etish hammamizni burchimiz hisoblanadi. Buni albatta qo'ldan kelganicha qilib boramiz. Mana hozir hayit namozini o'qishga anchagina qariyb 1 soat vaqtimiz bor ekan. Mana shu vaqt davomida siz bilan biz o'zimiz uchun, diniy diyonatimiz uchun kerak bo'lgan ba'zi bir tushunchalarni eslab o'tishga harakat qilamiz. Allah subhanahu wa ta'ala dunyoda hech narsa yo'q paytida yolg'iz o'zi bor edi.
Keyin o'zining cheksiz irodasi bilan bu dunyoni yaratishni, xalq qilishni iroda qildi. Bu dunyoni yaratib, butun mahluqotlarini yuzaga keltirganidan so'ng yer yuzida o'zidan o'rinbosar bo'lish uchun odam zotini yaratishni iroda qildi. Farishtalarni to'plab turib, ana o'sha qilgan irodasi, niyatini e'lon qildi. Men yer yuzida o'zimga o'rinbosar xalq qilmoqchiman, yaratmoqchiman, dedi Alloh taolo. Shunda farishtalar, sen yer yuzida qon to'kadigan bir zotni yaratmoqchimisan? Biz o'zimiz senga ibodat qilib, tasbih aytib turibmiz-ku, deyishdi. Alloh taolo bu e'tirozning javobiga men sizlar bilmaydigan narsani bilaman deb e'lon qildi va odamga bir qancha narsalarni ismini o'rgatdi. Keyin farishtalardan o'sha narsalarni so'rashni buyurdi. Farishtalar bilmadilar, odam bildi. Alloh taolo mana shu tarzda odam zotini Alloh taoloning aytganida yursa, farishtalardan ham afzal bo'lishi mumkinligini isbot qildi. Shu bilan birga odam otaning o'zidan uning jufti momo havoni yaratdi. Ularni jannatda yashashlari uchun bir bog'roq joyga kiritdi. Va qilishlari mumkin bo'lgan va mumkin bo'lmagan narsalarni ham bayon qildi. Jumladan o'sha yerdagi o'simliklardan biridan yemaslikni amr qildi. Ya'ni yeyishlikdan qaytardi, nahiy qildi. Shayton vasvasa qilib odam bilan Havoga ana o'sha o'zlari qaytarilgan narsaning mevasidan yeyishlikni taklif qildi, ig'vo qildi, qiziqtirdi va ular shaytonning ig'vosiga uchun mazkur man qilingan narsani qilishdi. Shu bilan Allohning oldida gunohkor bo'lishdi va Allohning oldida bu gunohlari uchun jazolarini topdilar. Mana shu hodisalardan demak bu dunyoda odam zoti juft bo'lib yashashi, ular bilan birga farishtalar ham bo'lishi, shayton ham bo'lishi, shayton odam bolasini ig'voga solib turishi, Allohning buyrug'idan chiqish uchun uni vasvasa qilishlari, odam bolasi esa shaytonning vasvasasiga uchsa gunohkor bo'lib Allohdan jazo olishi ma'nolari ayon bo'ldi. Kelajakda odam zoti bu dunyoda yashab yurar ekan, u duchor bo'ladigan holatlarni qisqacha namunasi mana shu qissalarda bo'lib o'tdi. Alloh odam zotini o'zi yaratgan mahluqotlari ichida eng mukarrami, eng ulug'i qilib qo'ydi. Dunyodagi barcha yaratilgan narsalarni odamning foydasi uchun beminnat xizmatkor ham qilib qo'ydi. Shuningdek, boshqa mahluqotlardan odamni ajratib turadigan
bir katta va buyuk ne'matni berdi. Bu ham bo'lsa aql ne'mati edi. Odam Alloh bergan aqlini ishlatib dunyoda o'zidan boshqa barcha mahluqotlarni o'z foydasiga xizmat qildirishga imkon topdi. Aynan o'sha aql tufayli Parvardigori olam odamga turli buyruqlarni bajarish, taklif qilish imkonini ham qo'ydi. Lekin odamning aqli ular ko'payganidan keyin turlicha bo'lishi e'tibori bor. Agar odamga o'z aqling bilan harakat qilib bu dunyoda yaxshi yashashning yo'lini topgan va oxirating obod bo'lishi yo'lini topgin degan buyruq berilsa, odamlar bu ishda qiynalib qolishi aniq edi. Chunki odamning aqli o'zini o'rab turgan mahluqotlarga nisbatan ustun bo'lib, ularni o'z foydasiga ishlatish, o'zining manfaati uchun xizmat qildirish darajasiga yetsa ham, Allohga ibodat qilish, Allohning roziligini topish ma'nosidagi harakatlarda insonni aqli kaltalik qilib qolishi bor. Chunki odamlar ko'p, hammalarining aqli turlicha, hammasini xoyib havasi bor. Agar o'zlariga qo'yib ketsa, turli taraflarga tarqab, bir-biri bilan janjal qilib, ixtilof qilish holatlari bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo odam bolalarining aqlini peshlab turish uchun, ularga to'g'ri yo'lni ko'rsatib turish uchun, bu dunyoda baxtli yashash, oxiratni katta martabasini topish uchun yordam ma'nosida o'zi xabar yuborib, ularga yo'l ko'rsatib turishni iroda qildi. Bu Allohning inson bolasiga bo'lgan eng katta mehri, rahmati edi. Ana shu tarzda Alloh subhanahu va taolo odam bolalarining ichidan eng yetugi, eng aqllisi, eng pokiza va irodalisini tanlab turib, uni payg'ambar deb nomlab turib, ana o'sha insonga o'zining ilohiy ta'limotlarini vahiy keltiradigan farishta Jibril alayhissalom orqali yo'llashni iroda qildi. Zaman kelganda Parvardigori olam ana o'sha payg'ambarning yashab turgan sharoiti, u paytdagi insonlarning qobiliyati, aqliy darajasi va boshqa ko'pgina shart-sharoitni e'tiborga olib, o'zining diniy ta'limotlarini, shariatlarini yuboradi. Odam ana o'sha payg'ambarlarning dastlabkisi, birinchisi bo'ladi. U kishi hayotli chog'larida inson zotining soni oz bo'lganligidan, ularning yashash sharoiti juda ham sodda bo'lganligidan, Parvardigori olam ana o'shalarga mos qilib, oz ta'limotli, sodda bir shariatni yuboradi. Ana shu shariatning buyruqlariga amal qilib, qaytariqlaridan qaytib yashashni talab qilgan. Odam alayhissalom ana shu buyruqlar va qaytariqlarni o'zlari yashab turgan paytdagi farzandlariga yetkazib, uni
qanday hayotga tatbiq qilishni o'z shakllarida ko'rsatib berib o'tganlar. Vaqt o'tib, soat o'tib, yillar o'tib, ma'lum bir darajaga insonlar yetib, yana yangi ilohiy ta'limotga ehtiyojlari kuchaygan paytda Alloh taolo o'zining keyingi shariati dinini yuborgan. Endi odamlar ko'payganligi, ularning yashash sharoiti o'zgarganligi, bir oz murakkablashganligini e'tiborga olib, Alloh taolo keyingi shariatni ana shu taraflarga javob beradigan qilib yuborgan. Shu tarzda Parvardigori olam insoniyatni xuddi go'day bolani ota-onasi tarbiya qilgani kabi o'zi tarbiya qilib o'stirib kelgan. Bir shariatning muddati tugaganidan so'ng odamlar yangi shariatga ehtiyojlari kuchayganida yangi bir shariat din yuborib, avvalgisini amaldan qoldirib, keyingisini amalga tushirgan va kishilarni yashab turgan zamoniga to'liq javob beradigan, barcha talablarini qondiradigan, ruhiy va jismoniy ehtiyojlarini chiqaradigan tarzdagi ta'limotlarni yuborib, ularni o'zi to'g'ri yo'lga yo'llab turgan. Ana shunday qilib payg'ambarlar ketidan payg'ambarlar, shariatlar ketidan shariatlar kelib, asta-sekin inson zoti, inson jamiyati rivojlanib kelgan, murakkablashib kelgan va o'zining taraqqiyotida davom etgan. Vaqti soati kelib, Alloh subhanahu va taolo inson jamiyati katta bir jamiyatga aylanganda ularga kitob tushirishni ham ravo ko'rgan. Ibrohim alayhissalomga bir qancha sahifalarni nozil qilgan bo'lsa, Davud alayhissalomga Zaburni, undan keyinroq Musa alayhissalomga Tavrotni va oxiriga kelib Isa alayhissalomga Injilni nozil qilib, bu ilohiy kitoblar insonning yer yuzida qanday yashashi lozimligini bayonini qilib bergan va u kitoblar qaysi payg'ambar alayhissalomga nozil bo'lgan bo'lsa, ana o'sha payg'ambar alayhissalom bu ta'limotlarini o'z ummatlariga yetkazgan. Oxiri kelib insoniyat kamoliga yetganda juda ko'p narsalarni boshidan kechirib, ko'plab tajribalarni boshidan o'tkazganidan so'ng Parvardigori olam o'zining oxirgi va mukammal qiyomat kunigacha o'zgarmasdan boqiy turadigan va o'sha kungacha barcha zamonlar va makonlarda insoniyatga ikki dunyo saodat yo'lini ko'rsatib beradigan dini, islom dinini joriy qilishni iroda qildi. Ana o'sha irodasidan kelib chiqib, bu dinga o'zining xalq qilgan bandalarining eng afzali bo'lmish Makka-i Mukarrama shahrida tug'ilib o'sgan Muhammad ibn Abdulloh alayhissalomni tanladi. Va u zot Hiro g'orida tahannus ibodatini qilib o'tirganlarida u kishiga o'zining oxirgi va mukammal kitobi, qiyomat kunigacha mo'jizakor sifatida qoladigan Qur'oni Karimni oyatlarini tushirdi. Dastlab 5 oyat 19 kalimani Jibril alayhissalom payg'ambarimiz Muhammad alayhissalatu vassalomga o'qib berdi, bayon qildi. Ana shu kundan boshlab Allohning oxirgi dini asta-sekin joriy bo'la boshladi. Ana shu kundan boshlab Allohning oxirgi kalomi, Qur'oni Karimning oyatlari ham asta-sekin tusha boshladi. Bu paytda butun
jahon, butun olam johiliyat botqog'iga botgan edi. Jabr, sitam, haqsizlik, Allohning tanimaslik, but sanamlarga ibodat qilish, bid'at, xurofat va boshqa ko'pgina noqulay ma'nolar keng tarqalgan edi. Qur'oni Karim oyatlari Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam insoniyat uchun or bo'lgan ana shu noqulay narsalarni asta-sekin muolaja qila boshlashdi. Eng avval aqidani poklash uchun harakat boshlandi. Allohga shirk keltirish, kufr keltirish, Allohga nisbatan beadoblik bo'lish kabi ma'nolarni kuzatib, qalblarni yakkayu yagona Allohning o'ziga iymon keltirish. Bu Allohni qudrati, irodasi, ilmi cheksiz ekanligini, bu Alloh butun barkamol sifatlar bilan sifatlanganligini bayon qilish boshlandi. Odamlarga o'zlari uchun or bo'ladigan yog'ochdan, temirdan, toshdan yoki boshqa narsalardan yasab olgan u xudolarga, soxta xudolarga, butu sanamlarga sig'inishdan qaytarish boshlandi. Allohga shirk keltirishdan, u zotning sherigi bor deyishdan, xotini bor, o'g'li bor deyishdan qaytarish boshlandi. Shu tarzda asta-sekin e'tiqod tuzalib, barcha qilinadigan amallar ham to'g'rilanib, ibodat ham to'g'ri yo'lga qo'yish davom etdi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom 13 yil davomida Makka-i Mukarramada nihoyatda og'ir bir sharoitda o'zlariga iymon keltirgan ozgina sonlik sahobalarning yordamida Allohning o'zidangina yordam tilagan holda bu o'ta mashaqqatli ishni amalga oshirishga harakatda bo'ldilar. Yangi tushunchani, tavhid tushunchasini, Allohning yakkayu yolg'iz ekanligini, biruv bor ekanligini, barcha yaxshiliklar va yomonliklarni qazoyi qadar deb e'tiqod qilish lozimligini va boshqa sof islomiy aqida ma'nolarini kishilarga yetkazishga harakat qilindi. Ana Makkadagi o'zlarining faoliyatlarini oxirgi paytiga kelib, Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom Me'rojga chiqqanlarida Alloh taolo u kishiga va u zotning ummatlariga 5 vaqt namoz o'qishni farz qildi. Undan keyin Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom o'zlariga iymon keltirgan sahobalar bilan Makka-i Mukarramadan Madina-i Munawvaraga hijrat qilib bordilar. Bu yerdagi yerlik ansoriy sahobalar bilan bir jamiyat bo'lib yashashni boshladilar. Va ayni o'sha Madina-i Munawvaradagi davrda Qur'oni Karimdan ahkom oyatlari, ya'ni ibodatlardan tashqi ibodatlar joriy bo'ldi. Mana Makka-i Mukarramada ro'za farz bo'ldi, haj farz bo'ldi, yana boshqa ko'pgina narsalar farz bo'ldi. Shu bilan birga o'zaro muomalatlar va boshqa ko'pgina ahkom, ya'ni hukm, islom hukmlarini joriy qiladigan oyatlar ham nozil bo'lib, din asta-sekin mukammallashib bordi. Ana shunday qilib Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom Madina-i Munawvarada 10 yil yashadilar. Mana shu 10 yillik muddatda juda ko'plab oyatlar nozil bo'ldi, hodisalar bo'lib o'tdi. Hammasi shariat hukmi bilan muolaja qilindi. Shu tarzda 23 yil davomida Qur'oni Karim parcha-parcha bo'lib, oyat bo'lib, ba'zi vaqtida bir oyat, ba'zi vaqtida 5 yoki 10, undan ko'p oz bo'lib, sharoitga qarab nozil bo'lib, 23 yilda tugal bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo o'zining dini ta'limotlarini
mana shu tarzda tamom qildi. Va buni Qur'onni o'zida ham e'lon qilib qo'ydi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum va raditu lakum al-islam dinan ma'nosini demak e'lon qilib, bugungi kunda dedi Alloh subhanahu va taolo Hajjatul Vadoda, men sizlarga diningizni mukammal qilib qo'ydim va sizlarga islomni din deb rozi bo'ldim dedi. Ana shu tarzda bizning dinimiz islom dini nuqsonsiz, mukammal bir dinga aylandi. Bu din ta'limotlari qiyomat kunigacha boqiy bo'ladigan bo'ldi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam Allohning oxirgi payg'ambari bo'ldilar. Muqaddas kitobimiz Qur'oni Karim Alloh subhanahu va taoloning bandalarga nozil qilgan, tushirgan oxirgi kitobi bo'ldi. Mana shu oxirgi kitob, oxirgi shariat, oxirgi payg'ambarning ta'limotlari barcha zamonlar va makonlarda barcha kishilarga ikki dunyo saodat yo'lini ko'rsatib berishni kafolatini Alloh taolo tarafidan berilgani bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning bosh mo'jizalari qilib qo'ydi. Har bir payg'ambar kelganida bu payg'ambarga ishongan, iymon keltirgan kishilar bo'lar edi, ishonmagan, kufr keltirgan odamlar ham bo'lar edi. Ana shunda orada tortishuv chiqadi. Inkor keltirganlar, iymonsizlar, agar ey payg'ambarman deyotgan odam, sen haqiqiy payg'ambar bo'lsang, bizga o'sha payg'ambarligingni isbot qiluvchi bir odatdan tashqari ishni ko'rsat, mo'jiza ko'rsat degan talabni qilishadi. Ana shunda Alloh taolo o'zining haq payg'ambarlarini mo'jiza bilan qo'llab-quvvatladi. Deyarli har bir payg'ambarni o'zining zamoniga qarab, o'sha vaqtdagi kishilarning tasavvuriga, bilmiy saviyasiga qarab, hammani lol qoldiradigan, ojiz qoldiradigan, odamlarning qo'lidan kelmaydigan bir mo'jiza bilan Parvardigor olam qo'llab-quvvatladi. Misol uchun Musa alayhissalom kelganlarida Fir'avn deb atalgan xudonilik da'vosini qilgan katta bir Misrning hokimini, podshosini sehrgarlari bor. O'sha sehrgarlar jamiyatda eng ko'zga ko'ringan mo'tabar odamlar hisoblanadi. Nimani xohlasa qilishadi. Odamlar ularga qoyil qolishadi. Ana o'sha sehrgarlarning sehrini fosh qilish uchun Musa alayhissalomga Alloh subhanahu va taolo ularning sehridan kuchli bir mo'jizani berdi. Fir'avn bilan bo'lgan tortishuv davomida Fir'avn Musa alayhissalomdan agar sen payg'ambar degan gaping rost bo'lsa, payg'ambarligini isbot qil degan talabni qildi. Ana o'sha talab davomida, munoqasha davomida ularning yovuz zina deb ataladigan kuni bor edi, katta bayram kuni bor edi. Shu bayram kunida barcha xaloyiq to'plangan bir yerda Musa alayhissalom bilan Fir'avnning sehrgarlari o'zaro tortishuv olib borishi, muboraza bo'lishiga kelishdi. Shu kun keldi, butun xaloyiq yig'ildi, Fir'avnning sehrgarlari ham to'planib sehrlarini tayyorlab turishdi. Kelishuvga binoan ular o'zlari oldin sehr ko'rsatadigan bo'ldi va qo'llaridagi arqonlarni yerga tashlagan edi. Arqonlar ilon bo'lib harakatlana boshladi. Bunda butun xaloyiq qoyil qoldi harakatlar holatiga. Qo'ldagi oddiy arqon
tashlasa ilon bo'lib yurib ketmoqda. Hatto Musa alayhissalom ham haligi ilonlarni ko'rganlarida bir oz ko'ngillariga qo'rqinch tushdi. Orqaga tisalmoqchi bo'ldilar. Shunda Alloh taolo xitob qilib qo'rqma dedi. To'xta dedi. Qo'lingdagi hassani tashla dedi. Musa alayhissalom qo'llaridagi hassani tashlagan edilar. Haligi hassa bir zumda ajdaho bo'lib, sehrgarlar sehr qilib odamlarning ko'ziga ilon qilib ko'rsatgan arqonlarni yuta boshladi. Haligilar hammasi tamom bo'lganda sehrgarlar birinchi bo'lib Musa alayhissalom haq payg'ambar ekanliklarini tushunishdi. Chunki sehrgar o'zi sehr nimaligini yaxshi biladi. Musa alayhissalomning hassasi sehr emasligi, Alloh taolo tarafidan berilgan mo'jiza ekanligini tushunib yetib, darhol Musa alayhissalomning oyoqlariga o'zini tashlab, biz sizga iymon keltirdik, Allohga iymon keltirdik deb mo'min bo'lganlarini e'lon qilishdi. Ana shu tarzda boshqa payg'ambarlarga ham Alloh taolo turli demak mo'jizalarni beradi. Davud alayhissalomga qancha mo'jizalarni bergan, Isa alayhissalomga qancha mo'jizalarni bergan, tuzalmaydigan kasallarni tuzatish, o'likni tiriltirish va shunga o'xshagan ko'p narsalarni bergan. Endi payg'ambarimiz Muhammad alayhisolatu vassalomning davrlariga kelib, odamlarda turli fikrlar, turli tasavvurlar borligi e'tiborida va arablarning asosan so'z ustaligi bilan faxrlanib yurishligi e'tiborida payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomga bosh mo'jiza qilib Qur'oni Karimni Alloh taolo berdi. Boshqa payg'ambarlarning mo'jizalari moddiy mo'jizalar bo'lsa, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning bosh mo'jizalari ma'naviy mo'jiza bo'ldi. Shu bilan birga payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomga Alloh taolo boshqa payg'ambarlarga bergan barcha mo'jizalarni ham bergan. Kofirlar to'planib payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomni ojiz qoldirish uchun ba'zi bir talablarni qilgan. Jumladan, agar sen haq payg'ambar bo'lsang, mana shu osmonda turgan oyni ikkiga bo'lib yuborchi deganlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom iltijo qilib Allohga duo qilib yolborganlarida oy ikkiga bo'linib, biri tog' bu yoqda, biri bu yoqda ko'rinadi. Mo'jiza, ulkan mo'jiza. Butun dunyo ko'rib turadigan narsani bitta payg'ambarning duosi bilan Alloh taolo ikkiga bo'lib qo'ydi. Bu haqiqat Qur'onda ham kelgan. Va boshqa taraflarda ham xalqlar shuni ko'rgan ekan. Keyinchalik Hindistonda qadimgi bir ibodatxonani qoldiqlarini tekshirilganda ichidan mana shu ibodatxona oy ikkiga yorilgan kunning ertasiga qurilishni boshlanganini yozib qo'ygan. Va shunga o'xshash payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning nihoyatda mo'jizalari ko'p edi. Ko'pligidan va Qur'onning ulug'ligidan, uning mo'jizasi hamma yoqqa taralib turganligidan payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomdan sodir bo'layotgan oddiy mo'jizalarni kishilar hech e'tiborga olishmasdi. Shunday ulug' payg'ambar bo'lganlaridan keyin, u kishiga Qur'on tushib turgandan keyin bu narsani bo'lishi o'zi kerak degan tushuncha bilan yurishadi. Sahobalar kiramlar payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning majlislarida o'tirib, tun yarim bo'lib, qorong'i bo'lib ketganda majlis tugab uylariga chiqsalar, qo'llaridagi hassadan yorib chiqar, yo'lini yorib ketaveradi. Ikkitalari gaplashib borib, ko'cha oshiga kelib, ikkovi ikki tarafga buriladigan bo'lsa, ikkoviga yana bittadan yorib yo'l ko'rsatib ketaveradi. Ertasiga haligi sahobalar chiqib ko'chaga shovqin solishmas edi. Biz kechasi Rasulullohning majlislaridan chiqib yo'limizga o'zi bir yorib chiqib, yorib ketdi, uyimizgacha birga bordi deyishmas edi. Bu Rasulullohning oldidan chiqqandan keyin shunaqa bo'ladi o'zi deyishadi. Bunga o'xshagan narsalar nihoyatda ko'p edi.
katta yo'lga chiqqanda butun boshli askarlar suvsiz qolganda Rasul akram alayhissalatu vassalam ozgina suvni olib kelib, qo'llarini qo'yib turib tuplaganlarida suv tinmay chiqib, odamlar hammasi to'yib ichib, tahorat qilib, hayvonlarni ichirib, idishlarni to'ldirib olgandan keyin ham suv chiqib turganida hamma ko'rgan. Lekin asosiy mo'jiza Qur'on. Qur'oni Karim o'sha vaqtda arablarni ojiz qoldiradi. Qur'oni Karimning o'zi o'sha arab so'z ustalariga taklif qilardi. Qani sizlarning qo'lingizdan kelsa, shu Qur'on suralariga o'xshagan suralarni keltiringlar. 10 ta sura keltiringlar, 5 ta sura o'qinglar yoki ana shunga o'xshagan takliflarni qilardi. Ular urinishadi. Qur'onga o'xshaydigan so'zlarni biz ham tuzamiz degan harakat qilishardi, lekin qo'llaridan kelmas edi. Ojiz qolishardi. Ana o'shalar qilib urinib tuzgan so'zlarni o'zlaricha Qur'onga o'xshataman deb qilgan o'xshatmalarini odamlar o'qisa, eshitsa, kulib ularni masxara qilishardi. So'z jihatida Qur'onga o'xshaydigan narsani mutlaqo keltirisha olmas. Barcha payg'ambarlarga o'zining zamoniga munosib mo'jiza bergan Alloh Muhammad alayhisalomga Qur'onni mo'jiza qilib berishining katta bir hikmati bor edi. Boshqa payg'ambarlarning mo'jizalari o'sha payg'ambarlarning o'zlarining hayotiga bog'liq edi. Payg'ambar alayhisalom vaqti soati kelib bu dunyodan o'tsa, ana shu payg'ambarning mo'jizasi ham to'xtadi. Bardavom bo'lmas edi. Asta-sekin borib esdan chiqardi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning dinlari, islom dini oxirgi din va qiyomat kunigacha boqiy qolishi kerak bo'lganligi uchun Alloh taolo Payg'ambar alayhissalomning shaxslariga bog'liq bo'lmagan. Bu kishi vafot etib ketsalar ham dunyoda o'zi mo'jiza holida qoladigan narsani Qur'oni Karimning mo'jizasi qilib berdi. Mana Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomning vafot etganlariga 1400 yildan ko'p bo'ldi. Qur'oni Karim turibdi, yildan yilga, oydan oyga mo'jizalar ko'rinib kelmoqda va butun insoniyatni Qur'on haq kitob ekanligiga, Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom haq payg'ambar ekanliklariga, islom dini haq ilohiy din ekanligiga dalil hujjat bo'lib turibdi. Hozirgi kungacha ko'pgina xalqlarni ilm bobidagi peshqadam kishilari Qur'on oyatlaridan ta'sirlanib, Qur'onda kelgan xabarlarning tasdig'ida bugungi kunda chiqayotganligi e'tiborida dinga kirishib borishmoqda. Mana bu haqiqat ham demak ulkan bir haqiqat hisoblanadi. Alloh subhanahu va taoloning shariati, dini, Qur'oni, payg'ambari alayhisolatu vassalomning sunnatlari hammasi to'planib, siz bilan biz mo'min musulmonlarni, barcha koinotdagi narsalarning hammasini, baxtini, saodatini ta'minlovchi bir manbaga aylanganligi shundandir. Qur'oni Karim doimiy ravishda mo'jiz bo'lib, doimiy ravishda siz bilan bizga hidoyat yo'lini ko'rsatib turishda xizmat qiladigan boqiy bir ilohiy kitobdir. Qachonki mana shu kitobni, Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning sunnatlarini, dinimiz ta'limotlarini yaxshilab o'rganar ekanmiz, ana shularga amal qilib borar ekanmiz, albatta baxtimiz, saodatimiz ko'payib boraveradi, barcha yaxshilik ishlarimiz ko'payib boraveradi. Bizning dinimizda inson zoti nihoyatda ulug'langandir. Islomgacha bo'lgan vaqtida inson zoti xorlangan bir holatdir. Payg'ambarimiz payg'ambar bo'lishlaridan oldin
dunyoning barcha taraflarida insonlarning holati nihoyatda ayanchli edi. İnsanlar bir-birlarini qul qilib sotar, olar, ishlatar, qiynar edilar. İnson zoti turli tabaqalarga bo'lingan edi. Oliy tabaqalar, o'rta tabaqalar, past tabaqalar. Ana o'sha tabaqada tug'ilgan odam o'zi o'ta zehnli bo'lsa ham, o'zi juda yuksak darajadagi qobiliyatli bo'lsa ham, past tabaqadan tug'ilganligi uchun pastligicha qolishi kerak edi. Shunga o'xshash islomda xotin zotini ulug'langan bo'lsa, islomdan oldingi paytda butun dunyo bo'yicha xotin zoti, ayol zoti xorlanar edi. Ko'pgina joylarda ayol qanaqa maxluq degan savolni o'rtaga qo'yishar edi. Odammi, odam emasmi deb so'rashar edi. Ko'pgina joylarda xususan Qur'oni Karim oyatlari nozil bo'lib turgan yurtlarda qiz bola bo'lsa tiriklayin ko'mib yuborish odatdan bor. Inson zotini xorlashning turli uslublari yo'lga qo'yilgan. Turli uslublari yo'lga qo'yilgan. Ana shu Arabiston yarim orolida arablarning qabilalari bir-birlari bilan ko'p urushar, o'zaro urushlari doimiy ravishda davom etib turadi. Shuning uchun urushda qurol ko'tarib chiqib qabilani manfaatini himoya qila olmaydi deb qizlarni yomon ko'rishadi. Boshqa qabiladagi odamlarga, jangchilarga asir tushib qolsa bizni sharmanda qiladi deb qizlarni tiriklayin ko'mishga harakatda bo'lishadi. Qaysi bir oilada qiz bola tug'ilsa, katta bir g'am, g'ussa vujudga keladi. Haligi tug'ilgan qizning otasi odamlardan bekirib yuradi. Sharmanda bo'ldim endi deb. Ma'lum bir vaqtga yetganda, qizcha katta bo'lib, o'zi yuradigan bo'lganda, ota kelib onasiga, ya'ni xotiniga aytardiki, onasi qizini yasantirib ber, men bir o'ynatib kelay dedi. Bu degani ularning tushunchasida qizni olib ko'mib kelish ma'nosi edi. Ona gap nimadaligini tushunsa ham, lekin urf-odatdan bo'yin tovlashga imkoni yo'qligidan yig'lab yurib, o'zining jigar go'shasini, qizchasini chiroyli qilib kiyintirib beradi. Vahshiy ota bo'lsa, qizni olib cho'lning o'rtasiga borar edi, katta bir chuqurni qazib, chuqurning ichiga o'yinchoqni tashab, qizim tushib o'yinchoqini olib o'ynadi dedi. Haligi murgan go'dak qizcha o'yinchoq o'ynar ekanman deb xursand bo'lib, chuqurga tushib o'yinchoqni olayotganda ustidan tuprog'ini tortib oladi. Mana shu tarzda demak vahshiylik bilan harakatda bo'lishadi. Islom avvalgi kundan boshlab inson zotini ulug'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda oyat tushirdi. Auzubillahi minashaytonirrojim. Va laqad karramna bani Adam. Biz odam bolasini mukarram qildik dedi. Insonni ulug'ligini bayon qildi. Inson zoti Allohning yer yuzidagi o'rinbosari ekanligini bayon qildi. Har bir inson ulug' bir maqomga ega zot ekanligi. Har bir inson u tabaqasiga, nasli nasabiga qarab emas, Allohga bo'lgan iymoni, taqvosiga qarab baholanishini bayon qildi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum dedi Alloh taolo. Ey odamlar, musulmonlar yoki mo'minlar degani yo'q. Ey odamlar deyapti Alloh. Barcha odamlar. Dunyoda odam zoti borki hammasi. Albatta biz sizlarni erkak ayoldan yaratdik. Va sizlarni xalq va qabilalar qilib qo'ydik.
o'zaro tanish bilish bo'lishlaringiz uchun. Albatta sizlarni eng taqvoligingiz Allohning huzurida eng mukarramingiz bo'ladi dedi Alloh. Mana shu oyatda Alloh taolo butun dunyodagi hamma odam bolasiga kim bo'lishidan qat'iy nazar xitob qilyapti. Odam bo'lsa bo'ldi. U qaysi dinda bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi rangda bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi yurtda bo'lishidan qat'iy nazar hammasi. Ey odamlar, biz sizlarni erkak ayoldan yaratdik. Odam ota odat qaratdik. Hammalaringiz birsizlar. Va sizlarni xalqlar va qabilalar qilib qo'ydik. Alloh taolo odam bolasini bir xil qilmadi. Turli qilib qo'ydi. Turli xalqlar, turli qabilalar, rangi har xil, tili har xil, xilma-xil qilib qo'ydi. Shu xilma-xil bo'lishni hikmati nima ekan? Lita'arafu, o'zaro tanishishlaringiz uchun. Urushishlaringiz uchun emas, janjal qilishlaringiz uchun emas, bir-biringizni o'ldirishlaringiz uchun emas. Odamlarning turli bo'lishi, rangi har xil bo'lishi, shakli har xil bo'lishi, tili har xil bo'lishi, millati, elati har xil bo'lishi bir-biri bilan tanishsin. Agar hamma bir xil bo'lsa, bir rangda, bir xil shaklda, bir xil tilda, bir xil millatda bo'lsa, bu hikmat qolmaydi. Dunyoda qizig'i yo'q. Odamlar har xil bo'lsa, turli tuman bo'lsa, ranglari har xil, tillari har xil, millati, irqi har xil, urf-odati har xil, ana o'shanda bir-biriga qiziqadi, borib ko'rgisi keladi, ular bilan tanishishib keladi, ularning xususiyatlarini o'rganishib keladi. Ana shu orqali xalqlar o'rtasida o'zaro tanishuv, do'stlik, birodarlik yuzaga keladi. Urush janjal emas, bir-birini o'ldirish, mulkini tortib olish emas, va hokazo, va hokazo. Ana endi shu turli tuman odamlarning ichida yaxshisi kim? Alloh qaysi birini ikrom qiladi, ulug'laydi? Bu savolning javobi oyatning oxirida inna akramakum indallohi atqakum. Sizlarni ichingizdan Allohning nazdida eng karamli, mukarrami taqvodorlaringizdir. Demak, inson zoti Allohga bo'lgan iymoni, Allohning aytganida yurish bilan o'zini ulug'lar ekan. Hurmatli bo'lar ekan Alloh taoloning huzurida. Mana shu ma'noni Qur'oni Karim hamma tarafga taratdi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom bo'lsa odamlarga murojaat qilib, ya ayyuhannas kullukum li adama va adamu min turab. Ey odamlar, hammangiz Odam alayhisalomdan qaragansizlar. Odam bo'lsa tuproqdan yaralgan. Ya'ni aslingiz bitta. Shu tariqa islom inson zotini asli bitta, tuproqdan, Odam otadan qaralganligi va hammalarini xudosi bitta, Alloh taolo ekanligini e'lon qiladi. Ana insonlar o'sha ma'noda demak teng huquqli bo'ldilar, do'st birodar bo'ldilar, bir oilaning farzandlari deb e'lon qilindilar. Ana o'sha asosda tinch totuv yashashlari, Allohga ibodat qilib taqvo qilishlari lozimligi bayon qilindi. Shuningdek, islom ayol zotini ham odam zotini ulug'lagandek, ayol zotini alohida ulug'ladi. Chunki islomdan oldin ayol inson zoti bo'lishi bilan birga ayol bo'lganligi uchun yana ham ko'proq qorlangan. Asli odam zoti qorlangan bo'lsa, odam zotini bir qismi bo'lgan ayol zoti erkaklarga qaraganda yana ko'proq qorlangan. Shuning uchun Alloh taolo odam zotini ulug'lab turib, odam zotini ichidan eng past tabaqaga aylangan, ko'proq qorlangan tarafi ayollarni yana ham ulug'lab qo'ydi. E'zozlab qo'ydi. Ayollar ham erkaklar kabi Allohning bandasi ekanligi, to'laqonli inson ekanligi, barcha haq huquqlari bor ekanligini e'lon qildi. Alloh subhanahu va taoloning payg'ambari
shaqaiqur rijal deb e'lon qildilar. Ayollar erkaklarning tug'ishganlaridir dedilar. Shu bilan birga Qur'oni Karimda eng uzun suralardan biri Nisa, ayollar surasi deb atalib, ayollarning haq-huquqlarini, qadr-qimmatlarini ulug'lash uchun ana shu sura karimada ko'pgina oyatlar nozil bo'ldi, ta'limotlar keldi. Alloh subhanahu va taolo ayol zotini ulug'lab, o'zining dinida bu zotni qadrini, qimmatini ko'taradi. Ayol zoti ham erkaklar kabi Allohning bandasi ekanligi, ularni ibodat qilishga haqqi borligi, mol-mulk haqqi borligi va boshqa barcha haq-huquqlardan erkaklarga o'xshash foydalanish imkonlari borligini Alloh subhanahu va taolo o'zi bayon qilib qo'ydi. Buning ustiga ayol zotini latif bir zot ekanligini e'tiborga olib, doimo e'zozda, hurmatda, ehtiromda bo'lishi lozimligini ham bayon qildi. Parvardigor olam ayol zotini tug'ilganidan boshlab umrining oxirigacha faqat ehtiromda bo'lishini shariatga kiritib qo'ydi. Qaysi bir oilada qiz bola tug'ilsa, ayniqsa bosh farzand qiz bo'lsa, uni baraka deb e'lon qiladi. Dastlab qiz tuqqan kelinlarni ham shariatimizda barakali kelinlar deb ataladi. Shariatimizda farzand ko'rgan odamlarga berilgan nasihatlar ichida qiz bola tug'ilsa, o'g'il bola tug'ilgandagidan ko'ra xursandchilikni kattaroq qilish kerakligini ta'kidladi. Ko'chadan ota-ona yoki kattalar salom ko'tarishib kelsa, bolalar oldilariga yugurib chiqqanda avval qizlardan sovg'a ulanishni kitoblarimizda tayinlab qo'ydi. Chunki bularning ko'ngli nozik, shularga sovg'a beringlar, avval shular xursand bo'lsin deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Man kunna lahu salatu banatin fa'addabahunna wa ahsaba ta'dibahunna kunna lahu sitran minan nar." Kimning 3 ta qizi bo'lsa, haligi odam o'sha qizlarni yaxshilab tarbiyalasa, odob axloqli qilsa, voyaga yetkazsa, ana shu 3 qiz unga do'zaxning o'tidan parda bo'ladi dedi. O'g'il bola to'g'risida gap yo'q. Haligi gapni aytganlarda bir odam so'radiki, 2 ta qiz bo'lsa-chi, dedi, 2 ta bo'lsa kerak. Ba'zi bir nodir rivoyatlarda biror 1 ta bo'lsa-chi deb so'raganda 1 ta bo'lsa ham dedi. Chunki qiz bola nozik bo'ladi, uni tarbiyalab, odob axloqni qilib voyaga yetkazish uchun katta mehnat ketadi. Ana shunga sabr qilib, oxiriga yetkazgan ota-onaga Alloh taolo ya'ni do'zaxdan qutulish yo'llaridan birini bayon qildi. Ana o'sha qizlar ota-onasiga do'zax o'tidan parda bo'lishini tushuntirdi. Shuningdek, shariatimizda ayol zoti tug'ilgandan boshlab umrining oxirigacha moddiy mas'uliyatdan ozod qilinadi. Qiz bola tug'ilgan paytida ota-onasi uni yeg'izmog'i, ichirmog'i, kiydirmog'i va joyidan ta'minlab, nafaqasini qilish otaning vojibi. Shuni qiladi. Onaga mas'uliyat yo'q. Onasiga sen qizingni boq yoki kiyintir, u degan nima gap yo'q. Ota kiyintiradi. Ya'ni ota barcha sarf-xarajatni qiladi. Shu bitta tirik jonni saqlab yaxshi o'sish uchun nima kerak bo'lsa, ota qiladi. Kattaroq bo'lib otasi vafot etib qoldi. Nima bo'ladi? Haligi qizni nafaqasi akasiga vojib bo'ladi. Yoki ukasiga vojib bo'ladi. Qizga o'zing kuningni ko'r deyishga haqqi yo'q. Endi aka ukasi vaqtidan o'tib turmushga chiqqan bo'lsa, erkak kishi o'z xotinini butun sarf-xarajatini ko'tarishi vojib. Oziq-ovqat
ketadigan sarf-xarajatni el ta'minlaydi. U vojib bu. Shuni qilmagan, nuqsonga yo'l qo'ygan Xudoning oldida javob beradi. Ana endi ayol katta bo'lib, yomon ketdi. Kim qaraydi? O'g'il qaraydi. Ayol zoti islomda o'zining umri davomida biror lahza qarovsiz qolmaydi. Erkaklar xizmatida bo'lishi kerak. Mana shu darajada biz shariatimizda ayollarning qadr-qimmati ko'tarildi va oxiri kelib Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom jannat onalarining oyog'i ostida dedilar. Mana shu tarzda islom hayotning barcha sohalarida olamshumul, barchaga baxt, saodat keltiradigan ta'limotlarni taratdi. Mo'min musulmonlar bu ta'limotlarga amal qilib, dunyoning peshqadam xalqlaridan bo'lishdi. Odobda, axloqda, o'zaro ehtiromda va boshqa holatlarda nihoyatda bir go'zal millat bo'lib dunyoga tarildi. O'sha Qur'onning oyatlariga, Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning hadis shariflariga, dinimizning ta'limotlariga amal qilishda nafaqat mo'min musulmonlarning o'zi, barcha xaloyiq, inson zoti, butun koinot, hayvonot, nabotat ham shu musulmonlarning to'g'ri musulmon bo'lganligidan foyda oladigan darajaga yetgan. Agar musulmon inson o'zining dinini to'g'ri tushungan bo'lsa, to'g'ri ta'limot olgan bo'lsa, nafaqat o'zi, balki boshqa dindagi kishilarga ham chang solmaydi. Ularga dushmanlik qilmaydi. Ularni nohaqdan o'ldirmaydi. Ularga nohaq zarar yetkazmaydi. Haqiqiy musulmon hayvonot olamiga ham behuda zarar yetkazmaydi. Allohdan qo'rqadi. Chunki Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom aytadilarki, qiyomat kuni behuda o'ldirilgan bir chumchuq Allohning oldida da'vogarlik qiladi. Ey Robbim, mana bu banda meni bu dunyoda o'ynab o'ldirgan. Manfaat uchun emas. Bundan meni haqimni olib da'vogarlik qiladi. Mana bu ta'limotni o'rgangan musulmon banda chumchuqqa ham zarar keltirmaydi. Chunki qiyomat kunida javob olishi aniq. Qiyomatda iymon keltirgan odam bu ishni qilmaydi. Xuddi shuningdek, nabotat olamini ham behuda, befoyda ravishda ularni yo'q qilish, ularga zarar yetkazish, talafot yetkazish islomda mumkin emas. Buni ham qilmaydi. Ya'niki, har bir mo'min, musulmonman degan inson o'zining dinini to'g'ri o'rgansa, yaxshi tadbiq qilsa, butun dunyo undan manfaatdor bo'ladi. Butun olam undan rozi bo'ladi. Xursand bir holga qaytadi. Endi Xudo ko'rsatmasin, shu din ta'lim olish paytida boshqacha yo'lga kirib qolsa. Ahli sunna va jamoada ko'pchilik musulmonlardan ajrab turli toifalarga ergashib ketgan bo'lsa, yo'ldan adashganlarga qatoriga kirib qolgan bo'lsa, u o'ziga ham zarar qiladi, oilasiga ham zarar qiladi, mahallasiga o'yinga ham zarar qiladi, qishlog'i, shahariga, eliga, yurtiga va butun insoniyatga zarar qiladigan bir narsaga aylanadi. Shuni uni fikrlashi esa tasavvuri noto'g'ri. Islom da'vosi bor, Allohga xizmat qilish da'vosi bor, lekin tushunchasi noto'g'ri bo'lganligidan hammaga zarar keladi. Hammaga zarar keladi. Shuning uchun bizning dinimiz mu'tadil din. Bizning dinimiz insonparvar din. Bizning dinimiz yaxshilik dini, tinchlik, omonlik dini, do'stlik, birodarlik dini. Mana shu ma'nolarni biz juda yaxshi o'rganishimiz kerak. Farzandlarimizga ham o'rgatishimiz kerak. Xudo ko'rsatmasin, haliga aytgandek noto'g'ri tarafga burilib qolsa, nafaqat u odam o'ziga,
balki hammaga zarar keltiradi, jumladan diniga ham zarar keltiradi. Hozirgi kunda bizning dinimiz to'g'risida boshqa xalqlarning ichida va shuningdek musulmonlarning ichida ham noto'g'ri fikrlar bo'lib qolishiga ana shunaqa odamlar sabab bo'lyapti. Nohaqqa birovni o'ldirishadi. Maktab bolalarni, maktabga borgan bolalarni o'ldirishga kim ruxsat berdi misol uchun? Men yaqinda bir Almaniyaning katta tashqi ishlar vazirligida mas'ul odamni uyida qabul qildi. Shu gaplarni gapirsa, agar to'g'ri gapirsa yaxshi deydi, lekin deydi, odamlar ko'proq deydi, hammani shundan musulmonlarning qilayotgan ishiga qaraydi. Hozir deydi, mana bu Bislan degan shaharda musulmon nomi bilan deydi, bir qancha odamlar maktab bolalarini, ayollarini, go'daklarini garovga olib qonunni to'kdi. Butun dunyoning ko'zini oldida. Bu odamlarga tushuntirgunizcha bu bitta voqea hamma asosini chiqaradi. Butun dunyo qarab turibdi, televizorda qarab turibdi. Qandaydir bir odamlar "Men musulmonman" deb Allohu akbar deb turib, yosh bolalarni bo'g'izlashgan. Go'dak, bezuzlik bolalar. Maktabda o'qigan bolalar, kichkina qizcha bolalar nima demoqchi bolalar? Ularni yetalab maktabga olib qo'yilgan onasini nima bilan xabar mana shunaqa hodisalar deydi, sizlarning dininglarga juda katta putur yetkazyapti. Sizlar mana shu narsalarga ehtiyot bo'linglar, odamlarga, musulmonlarga tushuntiringlar. To'g'ri? To'g'ri. O'sha g'ayrimusulmon odamni musulmonlarga rahm ketyapti. Sizlarning dininglar yaxshi din, ta'limotlari go'zal, lekin ichinglardan chiqqan mana shunaqa buzg'unchilar nafaqat o'ziga, balki dininglarga ham zarar keltiryapti. Butun dunyo bo'yicha sharmandachiligiga sabab bo'lishyapti. Shuning uchun mo'minman, musulmonman degan odam faqat yolg'iz o'zi uchun emas, balki uning tasarrufini qarab boshqalar baho beradigandan keyin dini uchun ham javobgar bo'ladi. Ana shu ma'nolarni biz nihoyatda yaxshi eslashimiz, hech unutilmasdan o'zimizning ulug' dinimiz, ilohiy dinimiz, adolatli din, mu'tadil din, insonparvar din, rahm shafqat dini, mehr-muruvvat dini bo'lgan islomga munosib kishilar bo'lishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'zi to'g'ri yo'lda hidoyatga borishimizdan nasib qilgan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo doimo yaxshiliklar yo'lida turishimizni nasib etsin. Yerda yurtimizni tinch-omon qilsin. Hammalarimizni dinimizga munosib bo'lishimizni, insonparvar bo'lishimizni, bir-birimizga mehribon bo'lishimizni nasib qilsin. Parvardigor olam yurtimizga rahmat nazarini solsin, mehr-shafqat nazarini solsin. Bir-birlarimizga ahil bo'lib, inoq bo'lib, doimo yaxshilikka yurib, yaxshilikka turishimizni nasib etgan bo'lsin. Bi rahmatika ya rahmanalloh. Hazratlarini, hoji dadamning o'g'il qizlariga, nevra chevarlariga, o'tirgan qorinlariga, yerga poyqadan bosib kelgan ahli jamoatimizni, bola chaqasi bilan bilgi dekonchiligimizga, yurtimizga bir Bismillahirrohmanirrohim. Ilohiy Parvardigor, o'zing yer yurtimizni tinch-omon qilgin, aziz vatanimizni jannat mato qilgin, xalqimizni o'zingning roziligingni topadigan xalqlardan bo'lishini nasib aylagin. Bu yerga to'plangan jamoatni barchasini, ularni ahli ayollarini, hamma xalqimizni sog' salomat tinch-omon qilgin. Turli balo-ofatlardan, xavf-xatarlardan o'zing asragin. Umurlarimizga, rizqlarimizga, kasblarimizga baraka ato qilgin. Parvardigor, shu yerda o'zingga qo'l ochib turgan bandalaringni barchalarini o'zingdan so'raydigan hojatlari bor. Bu hojatlarini o'zing ravo qilgin. Parvardigor, orzu-umidlari, duolari bor. Orzu-umidlarini ro'yobga chiqarib, duolarini o'zing qabul aylagin. Parvardigor olam, o'zingdan yolvorib so'raymiz. Kasallarimizga, bemorlarimizga o'zing shifoyi qabul bergin. Hojatlarimizni
chiqargan, boshiga mushkul tushganlarning mushkulini oson aylagan, musofirlarning musofirini hozir aylagan, farzand taraflariga qo'sha-qo'sha farzandlarni bergan, ilm tarafdagilarga ilmlarini robboniy bergan, qarzdorlar bo'lsa ularning qarzlarini uzishda o'zing yordamchi bo'lgan. Parvardigor, dehqonlarimiz, kasb-kordagi azizlarimizni dehqonchiligi, kasb-kori tijoratiga o'zing baraka bergan. Rasulullohlarimizni to'g'ri sochib bo'lishni nasib aylagan. Xalqimizni ahil-inom bo'lib, do'st birodar bo'lib, bir-birlariga mehr shafqatli bo'lib, muruvvatli bo'lib borishlarini nasib aylagan. Parvardigor, mana shu Eid namozini bu yerga o'qiyman deb kelganlarni bosgan har bir qadamlariga ilmas ajr savoblarni ato qilgan, qiladigan ibodatlarini dargohingda qabul aylagan. Bu namozni uyushtirishda xizmat qilgan hammalarini Parvardigor ixlos bilan qilgan xizmatlariga yarasha ajr savob bilan o'zing ta'minlagin. Doimo mana shunga o'xshagan Ramazonlarga, hayit bayramlariga qayta erishishimizni o'zing nasib qilgin. Bir rahmatga aylanamiz. Adamlar endi namozni bir xalqqa tushuntirib, keyin boshlaymiz. Bo'ptimi? Yes. سبحان من خلق الإنسان وصوره وأحسن صوره ورزقه من الطيبات ونور قلوبه بنور الآيات البينات هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات فكرمه بكرامة شهر رمضان الذي هو مكفر الخطيئات. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان من فتح على سرة الصائمين والصائمات ورفع درجاتهم في يوم الجزاء على درجة الدرجات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موصلة إلى دار النجاة. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه أفضل الصلاة وأكمل التحيات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ودامت الحق. فأقبل السماوات والسماوات خطوطا على الإمام الحرام أفضل الصحابة وأفضلهم عميد المؤمنين أبي بكر الصديق الذي هو بين الصحابة كالقمر بين النجوم الظاهرات. وعمر الفاروق بين الحلال والمحرمات. وعثمان ذي النورين جامع الأوراق والآيات. وعلى الشمسين القمرين والمرتضى أئمة. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات الحكيم إنه سميع الدعاء. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه وترغب في كل أمر لديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله.
عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صل وصام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى آله طاعتك الأجمعين وارحمنا معهم واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. İlahi Teala hazırlığına okuyan ayet namazımızın dergahında kabul eylesin. Pervandigara Ramazan ayının mübarinde tüken rozalarımızda, geceleri ve yağmur olup tüken ibadetlerimizde hammasını o gün dergahında kabul eylesin. Pervandigara bu ayet namazını okuş için cemaati kadar basit edilmesinden berçelerine, ibadetlerine, dualarına uzun kabul eylesin. Hammalarını sağ salamet dinçe amal kılgın. Pervandigara bu ulum kullarına, münasebeti bilen elimizde, yurtumuzda, bereketine nazır kılgın. Tinçlik, amanlıkına, inanlıkına hata kılgın. Hammalarımızın uzun dininde sabit kadar oluşumuzu nasip etkin. Pervandigara elimizde tinçe amal kılgın. Hakkımızın turmuşunu faravan eylesin. Huzuruna hazırlığını kabul edişlerini nasip etkin. Pervandigara huzuruna Allah'ı soruyunuz. Dehvalarımız, pınarmanlarımız, ticaretçilerimiz, hammalarına hareketleri uzun berekat verin. Rızkı rozumuzun bulup doğrulun. Pervandigara hammalarımızda yaşlıyken yolu yaşlıyken kılışımızı nasip etkin. Hammalarımız umut bilen karşılarımızın terbiye kökleri yapmış. Kudarına sağ salamet, inşallah, iman, ittifakta usul barışlarına. Gelecekte yetip insanlar olur, hammamızın özümüz kıvançlı oluşunu nasip edin. Pervandigara dünyaya vakat söyleyiniz. Bereketlerimizden ayın azarlarımız ve sağ salamet, inşallah kılgın. Türlü bana Allah'lardan, tavuk hakkınlardan uzun esredin. Yaşlı ezgü niyetlerimiz ve erişikimizi uzun melekte azorlayın. Analarımızda kut bereket, fayzuftu, iman, ittifak, takva, ibadet, yanına oluşunu uzun nasip edin. Pervandigara binalarımız var. Bunların dertleri uzun şifahi kanun verin, şifahi mali verin. Hacetli bağlanmaların bağlanmalarının hacetini uzun çıkarın. Hem işlerimizde uzun yardımcı olun. Gençlikle amalini verin. Sağlıklı selamatını verin. İmanlı etikatı verin. Pervandigara hammalarımızda uyana anlaşın da olur hayır kayranlarıyla. Ramazan masumlarıyla sağ salamat gelişimizine nasip etkin. Pervandigara bu yörtteki barcha amalini o'zingizga himoyangga asragin. Doimo yaxshilikda yurishlarini nasib etgin. Bu namozni tashkil qilishda ishtirok etganlarning hammalarini o'zing yorliq qilgin, niyatlariga erishtirgin. Pervandigara bu ishlarda haqqimizga yordamchi bo'lgan hammalarini, mana bu ovozni eshittirayotganlarni, yo'llarini tartibga solayotgan azizlarimizni, bu yerdagi boshqa kishilarimiz, hokimiyat vakillari, raislar hammalarini Pervandigara o'zing hifzga himoyaga asrab, insonlikda xuddi sobit qadam qilgin. Doimo mana shunga o'xshagan yaxshi xizmatlarni qilib, xalqimizning duosini olib borishlarini nasib etgin. Pervandigara jamoatga hozir bo'lgan bandalaringni hammalarini duolarini, istaklarini o'zing qabul qilgin.
birlikte duruşlarını nasip eyledi. Parvardigara olamda yurtun tinchlik qilgin. Aziz vatanimizni jannatga qilgin. Xalqimizni o'zingga roziligini topadigan oxiratdan bo'lishini nasib eyledi. Parvardigara o'zingdan yolg'on so'raymiz. Hammalarimizni iymonda, islomda sabit qadam qilgin. O'zingning hidoyatingga ayirmagin. Robbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasana va qina azaban-nar. Va sallallohu ta'ala ala khayril khalqi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك فلا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. İlahi Parvardigara, ushbu tilovati Qur'onni savobidan o'tgan barcha mo'min va mo'minotlarni o'zing bahramand aylagin. Xususan ushbu aziz yurtimizdan o'tgan barcha mo'minlarni, ushbu jamoatda qo'lini o'zingga ochib duo qilib turgan bandalaringdan o'tgan azizlarini, o'tgan hayot bilan bu hayotning orasida o'tganlarimizni hammalarini, xususan ushbu mehrobda 45 yil imomlik qilib, yaqindagina bu dunyoni tark qilgan Muhammad Yusuf hoji domlamizni Parvardigora o'zing g'arib rahmat, shoistai jannat qilgin, qabrlarini nur aylab, oxiratlarini obod qilgin. Parvardigora qolganlarning barchalarini sog' salomat, tinch amon qilgin. Ushbu o'qilgan Qur'onni bu dunyoda bizga hidoyatchi, oxiratda shafoatchi qilgin. Qur'ondan ayirmagin, ahli Qur'onlardan bo'lishimizni, Qur'onni o'qib o'rganib, unga amal qilib borishimizni nasib etgin. Yanaga shu kunlargacha hammalarimizni sog' salomat kelishimizni nasib qilgin. Bi rahmatika ya arhamar rohimin. Mana hoji dadamiz jaliyati ko'p edi, mana bu xorlar chiqdi, mana bu hammamiz tahorat bilan, ibodat bilan sahih odamlar kelib o'tiribdi. Hoji aka, bir hoji akani yana bir yo'qlab qo'yaylik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Parvardigor olam, xalqimizni iltimosiga binoan ushbu tilovati Qur'onni savobini xosatan bu masjidda uzoq vaqt imom bo'lib yaqindagina vafot qilgan hammamizni ustozimiz, tarbiyachimiz Muhammad Yusuf hoji domlamizni ruhi poklariga atadik. Parvardigor kishini yotgan joylarini ravzatul riyozil jannat qilgin. O'zing mag'firat aylagin, oxiratlarini obod qilgin. İmanları, ibadatları, amali solihlarini o'zlariga hamroh aylagin. Xalqimizda u kishini yo'qlab qilayotgan duolarini dargohingda qabul aylagin. U kishini farzandlariga, shogirdlariga, xalqiga boshlagan ishlarini davomchisi bo'lishlarini nasib etgin. U kishiga o'xshagan olim, muxlis kishilarni xalqimiz ichidan ko'plab chiqishini nasib etgin. Parvardigor xalqni u kishini ortidan yo'qlab qilayotgan duolarini qabul aylab, savoblarini
ko'paytirib, u kishini ruh patlariga yetishini nasib aylagin. Bir rahmatika ya Allah. Mana qorilarimizni, mana bu jamoatimiz bu ahli nimalarimizni bir duo qilib qo'yasiz bu qorilarimiz. Parvardigor olam, ushbu masjidni tutib turgan imom domlalarimiz, qori domlalarimiz, ahli ilmlarimiz xalqimizni xizmatida, dinimizni xizmatida turibdilar. Ularni o'zing qo'llab-quvvatlagin. O'zingning shariatingga muvofiq ish olib borishlarini o'zing ta'minlagin. Hammalarini Parvardigor ilmlariga, xizmatlariga baraka ato qilgin. Xalqimizga to'g'ri yo'lni ko'rsatib, xizmatlarida qoyim va doim bo'lishlarini nasib aylagin. Bir rahmatika ya Rahmanur. Faqadan qilgan ahli jamoatimizga bir duo qil. Parvardigor, bu yerga o'zingning roziligingni topib, ibodatingni qilish uchun qadam bosib kirgan jamoat hammalarini bosgan har bir qadamlariga bitmas tuganmas ajr savoblarni ato qilgin. Yana shunga o'xshash jamoatdan ayrilmasdan doim hozir bo'lishlarini ham nasib etgin. Qilayotgan ibodatlari, duolarini qabul qilib, hayotlariga, oilalariga baraka ato qilgin. Barchalarini yaxshilikda yurib, yaxshilikda turishlarini, ikki dunyoni baxtiga, saodatiga musharraf bo'lishlarini nasib etgin. Bir rahmatika ya Rahmanur. Farzandlarimizni farzandlariga, hammasiga o enasini pensiyasini to'lashmaydigan farzandlardan bo'lgan Allohga bir duo bering. Alloh subhanahu va taolo farzandlarimizga hammalarini ahli sodiq bo'lishlarini, taqvodor bo'lishlarini, xalqparvar bo'lishlarini, insonparvar bo'lishlarini, axloqli bo'lishlarini, bu dunyoga oxiratning saodatiga erishlarini, ota-onalari, bobo-momolarini ko'z quvonchi bo'lishlarini nasib etgin. Bir rahmatka ya Rahmanur. Hayır kuni avvaldan aytib o'tdik, faqat yaxshilik, xursandchilik, inoqlik kunlari hisoblanadi. Mana shularga e'tibor qilib, hayotni yaxshi o'tkazish, tinchlik, omonlik, odob-axloq bilan o'tkazish, hammaga namuna bo'lishni iltimos qilamiz. Oila a'zolaringizga ham salomlarni, tabriklarni yetkazinglar. Alloh taolo yangi hayotlargacha yaxshilik yaxshi turishimizni nasib etsin. Hayotimizni juda go'zal, chiroyli o'tkazishda Alloh taoloning o'zi hammamizga yordamchi bo'lsin. Bir rahmatga ya Sanatçı pozitör sanatçı. Oldu gör çekin. Hamma ko'rishaman deydi, qotar olib shashilmay ko'risha olasilar. Qotar bo'lganinglar. Nargashidan chiqib keta olasizlar, ko'rishadiganlar nargashidan chiqib ketadi. Acıke bilan qo'sh. Onu tushyaptimi? Bular Hasan qorilar, o'zimizni Hasanlar. Bular vashniki bir duo qilib Hadi yürüyler. Hadi.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له احد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم اللهم ذكرنا مما نسينا علينا وجعلنا وارزقنا تلاوته علينا واجعله من حجة ربنا العالمين. اللهم إنا عبدك وابن عبدك وابن عمتك ناظر في عبدك وانظر في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك وتجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور عصمك اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم بسم الله الرحمن الرحيم.